Assalomu alaykum Step School'ning qadrli kuzatuvchilari. Bugungi videomizda biz sizni ALS'dagi eng og'riqli nuqtalardan biri, ya'ni task 1 haqida gaplashamiz. O'zi writing task 1da 4 ta asosiy kriteriya bor. Birinchisi bu task achievement, ikkinchisi coherence and cohesion, uchinchisi lexical resource va to'rtinchisi grammatical range and accuracy. Va men juda ham ko'p o'quvchilardan ko'rganman, lexical resource dan, grammatical range and accuracy dan yoki coherence and cohesion'ni baland-bal oladi, 7-8 bo'lishi mumkin, lekin task achievementda juda ham past. 5, ba'zida hattoki 4 bal ham oladi. Bugun siz bilan aynan shu task achievementda qanaqa qilib to'g'ri javob berishni o'rganamiz. O'zi aslida task achievement bu siz writing task 1da sizga berilgan shartni qanchalik aniq va to'g'ri bajarganingizni tekshiradigan kriteriya. Ya'ni agar bilsiz task achievementda bizda sharti bor, ya'ni summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Ya'ni buni ma'nosi ma'lumotni asosiy jihatlarini yig'ib olib va uni xabar berib, deyapti, ya'ni shuni reporting xabar berib, xulosalar va kerakli joyida, e'tibor bering, kerakli joyida taqqoslash qilish kerak. Agar siz shu shartni to'g'ri va aniq bajarsangiz, task achievementda yuqori ball olish ehtimoli ko'payib ketadi. Kelinglar bo'lmasa unda biz siz bilan birgalikda haqiqiy writing task 1, ya'ni haqiqiy imtihonda tushgan task 1 misolida task achievementga qanaqa qilib to'g'ri yondashish va to'g'ri javob berish ko'rib chiqamiz. Mana bizda birinchi misolimiz: The chart below gives information about birth and death rates in Switzerland from 1970 to 2020 according to United Nations statistics. Ya'ni bizda bu bar chartimiz, chart deyapti. 1970-yildan boshlab 2020-yilgacha bo'lgan Shvetsariyadagi tug'ilish va o'lish ko'rsatkichlari haqida ma'lumot beryapti. Qo'shma Shtatlardagi statistikaga ko'ra. Mana biz chartimizni ko'rib turibmiz. Qizil bilan bizda tug'ilishlar soni berilgan va ko'rsatkichi, ya'ni ko'k bilan esa o'limlar soni ko'rsatkichi berilgan. Bizda mana ko'zimizga nima birinchi bo'lib tushsa, o'sha narsa haqida yozishimiz kerak. Shuni eslab qoling. Ko'zga nima tushdi birinchi bo'lib, mana farqli jihati shuni yozishimiz kerak. Ya'ni bu yerda misol uchun e'tibor bering, qizil ko'rsatkich bu yerda deylik, ya'ni tug'ilishdan soni har yilda baland bo'lyapti. Faqatgina 1980-yilda o'limlarning soni balandroq bo'lgan. Mana bu bizda rostdan ham, ya'ni ko'zga tashlanadigan bitta jihati, feature. Undan tashqari, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, boshlang'ich yillar, ya'ni 70-chi, 80-chi, 90-chi yillarda o'limlarning soni kamroq bo'lgan. O'rtasidagi farq kichkinaroq bo'lgan. 2000-yildan boshlab esa o'lim tug'ilishlarning soni keskin darajada farq qilib ketgan. O'rtasidagi gap, ya'ni gap bu farq degani kengayib ketgan, keskin ravishda. Bu ham ikkinchi, ya'ni ko'zga tashlanadigan jihati. Mana shuni ko'rganingizdan keyin siz overview ga bo'ladimi, body'ga bo'ladimi yozishingiz kerak. Mana o'shanda siz task achievementga javob berayotgan, o'sha bajarayotgan bo'lasiz. Ya'ni 7 yoki undan yuqori ball olish ehtimoli ko'payadi. Tushunishingiz kerak, task achievementda bizga kerakli narsalarni yozishimiz kerak. Bular bo'lmasiga har bitta sonni yozaversangiz, sizga task achievementga baland ball hech qachon qo'yishmaydi. Bu birinchi misolimiz. Ikkinchi misolimiz esa mavzuyimiz the percentage of household waste recycled. Ya'ni household waste degani bu xo'jalik. Bitta oila bitta oiladan chiqqan waste, bu chiqindi, recycled degani esa qayta ishlangan. Ya'ni bitta oiladan chiqqan qayta ishlangan chiqindini foizi ko'rsatilgan percentage 1992 va 2002 yillar oralig'ida. Yondagi soniga e'tibor bermaysiz, bu sal xato berilgan. Hop, bu yerga qarab turib biz bitta nimani sezishimiz mumkin. Ko'rib turibmiz, 2002-yilda deyarli hamma chiqindi turlari, ya'ni plastik, cans, paper, glass hammasidan balandroq bo'lgan. Faqatgina mana e'tibor bering, plastik 1997-yilda ham, 2002-yilda ham bir xil bo'lgan foizi deyarli. Mana bu bizda bitta feature. Bundan tashqari yana nimani ko'rishimiz mumkin? Aytishimiz mumkin. Mana hamma waste'lar uni ko'rsatkichi, ya'ni foizi
o'sgan. E'tibor bering, mana 1992-yilda va oxirgi yil bilan compare qilsak, ya'ni taqqoslasak, rostini o'sgan. Faqat yana o'sha plastikda bir xil bo'lgan desa bo'ladi. Mana bu ham bizda bitta main feature desa bo'ladi. Hop, keyingi misolimiz bu Outokumpu share price. Hop, ya'ni the graph shows the amount of money spent on books in Germany, France, Italy and Austria between 1995 and 2005. Ya'ni bizda grafamiz o'sha rasmimizda o'tdi. Germaniya, Fransiyada, Italiya va Avstriyada 1995-yillar va 2005-yillar oralig'idagi kitobga sarflangan pul foizini ko'rsatyapti. Xo'p, yana biz chartga qaraymiz. Bitta ko'zga tashlanadigan narsa, mana misol uchun o'zim shuni ko'rdim. Germaniya butun period davomida eng ko'p sarflagan kitobga pul va har doim eng yuqorisi bo'lib qolgan. Mana e'tibor bering, bitta ham bizning liniyamiz, ya'ni chizig'imiz o'tib ketmagan. Ya'ni buni aniq aytsak bo'ladi. Undan tashqari yana nima? O'sha gap, ya'ni o'sgan tushgan aytsangiz bo'ladi. Hamma figuramiz nima qilgan? Eslab qoling, o'sgan tushganini bilish uchun biz boshlang'ich nuqta bilan oxirgisini compare qilishimiz kerak. Ya'ni bu yerda buni agar hammasini compare qilsangiz, boshi bilan oxirini o'sgan bo'ladi. Ya'ni all figures increased bo'ladi. Hamma figuralar o'sgan. Shuni aytsangiz bo'ladi. Keyingi misolimiz esa international graduates from UK universities in 2000 and 2015. Ya'ni UK, ya'ni Birlashgan Qirolliklardagi universitetlardan xalqaro bitiruvchilarni bu yerda bizda foizi berilgan. 2000 va 2015-yillarda, ya'ni ikkita yil berilgan. Bu yerda period yo'q. Hop. Va bizda mana har xil shaharlar berilgan: London, Cardiff, Bristol, Bath, Oxford and Cambridge. Shahar deb universitetlar berilgan nomi. Nima ko'zga tashlandimi? Bittada ko'rib, nima ayta olasiz? Albatta ko'rib turibmiz. Ya'ni qizil bu 2015-yil. 2015-yilda foizi deyarli har bitta universitetda ko'proq bo'lgan. Faqatgina hammasi ko'proq bo'lgan ekan. Yuqori. Buni aniq aytsa bo'ladi. 2015-yilda yuqori deb aytsak bo'ladi va yana e'tibor bering, Oxfordda eng baland, ya'ni ko'rsatkich bo'lgan 2015-yilda graduate'lar orasida, o'sha universitetda bitirayotgan bolalar orasida, Bristolda esa eng pasti bo'lgan 2015-yilda, 2000-yilda esa Londonda eng pasti bo'lgan, Cambridgeda eng yuqorisi bo'lgan. Shunaqa qilib featurelarni ulashingiz kerak bir-biriga. Ya'ni mantiq ham bo'lsin-da, ya'ni 2000-yilda bitta universitetda kamroq bo'ldi eng kam va yana o'sha yil, ya'ni 2000-yilda boshqa universitetda eng ko'pi bo'ldi. Siz ikkita yilni aralashtirib olmaysiz-da. Shunda to'g'ri bo'ladi task achievement jihatdan. Xo'sh. Va bizda keyingi misolimiz vehicle production time. Ya'ni bu bizda avtoulov ishlab chiqarishga ketkaziladigan vaqt. Mana yonda berilgan hours per vehicle, ya'ni har bitta avtoulovga ketadigan soat yasashga, ishlab chiqarishga. Va bizda ko'rib turibsiz, har xil mashinalar markasi berilgan. Nissan bor, Chrysler bor, hatto o'zimizda GM ham bor va oxirida Ford ham bor. Hop, hamma figuralarni ko'rib turibsiz. Demak, ana o'sha o'sgan tushganni aytadigan bo'lsak, bizda aniq ko'rinib turibdi. Bu General Motorsga aniq keskin tushgan. Keyin bu bizda Chryslerga ham tushgan. Agar compare qilsak, yana bizda bu Fordga adashmasam to'g'rimi? Yo'q. General Motorsga tushgan, Fordga esa ko'tarilgan ekan, ko'rasiz, dumaloq bor ichida va Nissanniki ham tushgan. Ya'ni biz 3 ta figura tushgan va bittasigina ko'tarilgan. Shuni aytsangiz bo'ladi, birinchi gapda. Ikkinchisi esa mana o'zim shaxsan ko'zimga tashlandi. E'tibor bering, General Motors figurasi eng cho'qqisida bo'lgan, boshida, ya'ni periodda eng boshida. Lekin keyin
undan hammasi o'tib ketgan va u eng past nuqtaga tushib qolgan chartdagi. Mana 2002-yilda eng pastida bo'lgan. Deyarli 20 ga tushib qolgan desa ham bo'ladi. Bu ham bitta o'ziga xos feature hisoblanadi. Xo'sh, bu tushunarli. Va oxirida bizda bu basketbol, tennis, badminton, rugby, ya'ni shu sport bilan shug'ullangan odamlarni tushunishim bo'yicha bu soni. Bu yerda bizga kosmosga tashlangan narsa shuki, mana ikkita figurani e'tibor bering, pastidagi bu bizda basketbol bilan badminton unaqa katta o'zgarishlar boshdan kechirmayapti. Uni ja o'zgargani yo'q. Ya'ni stabil qolyapti. Lekin tennis bilan rugby rostdan ham ularning o'zgarish ko'rsatkichi yuqoriroq, ancha keskinroq o'zgaryapti. Shuni aytsak bo'ladi aniq. Undan tashqari mana rugby yana boyagi misolga o'xshab, ya'ni mana shu vehicle production time'ga o'xshab, bu yerda ham rugby boshida eng dominanti bo'ldi, eng yuqori turibdi, deyarli 250 va yillar, ya'ni periodning oxiriga, ya'ni 2005-yiliga borib badminton bilan teng bo'lib qoldida, ya'ni keskin tushib ketdi. Shuni aytsangiz bo'ladi. Va mana tennis esa ikkinchi edi mashhurlik bo'yicha va orada periodda rugbydan o'tib ketdi va dominant, ya'ni eng yuqoriga chiqib qoldi pog'onaga 2005-yil, ya'ni periodning oxirida. Buni ham aytsak bo'ladi. Ya'ni ko'rib turibsiz, har bitta chartni gapirishga, yozishga ideya har doim ko'p bo'ladi. Ya'ni kamida ikkita gap bemalol yozsa bo'ladi va bunga siz at least, ya'ni kamida 7 olsangiz bo'ladi. Buning uchun esa siz ko'proq statistikalarni o'qishingiz kerak. O'ziga xos jihatlarni, featurelarni ko'rish o'rganishingiz kerak. Eslab qoling, bunaqa narsani hattoki native speakerlarga bersangiz ham, mana Amerikada yashaydigan odamlarga, o'zini tili ingliz tili bo'lgan odamlarga bersangiz ham ko'ra olmaydi. Shuning uchun ham task 1 writingda task 2 ga qaraganda qiyinroq hisoblanadi va ko'plar pastroq ball oladi. Lekin siz har kuniga muntazam har xil saytlarga kirib turib, statistikani o'qishni boshlasangiz, ko'rishni boshlasangiz, sezishni boshlasangiz, task achievementda sizda umuman muammo bo'lmaydi. Buni bemalol develop qilsa bo'ladi. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta bu videoga like bosing, kommentariy qoldiring va obuna bo'lishni ham unutmang. Chunki bizga bu har doim ko'proq motivatsiya beradi bu kabi videolarni olishga. Hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.